Assalomu alaykum hamkasblarimiz va mijozlarimiz. SSC muhandislar guruhi Toshkent viloyati Qibray shahrida joylashgan Neogaz metan zapravkasiga tashrif buyurdi. SSC muhandislar guruhi kompressor dvigatelini sentrovka ishlarini amalga oshirdi va 315 kilovatli invertorni ustanovka qildi. Endilikda ushbu metan zapravkada elektr energiyasining 15-20% gacha tejalishi va reaktiv toklardan 99% ga xolis bo'lishi kutilmoqda. Xavfsizlik jihatidan ushbu metan zapravkamizda elektr energiyaning, ya'ni skachoklarni oldini olish uchun ushbu metan zapravkamizga reaktorlarimiz, ya'ni durasellarimizni o'rnatib bermoqdamiz.